Biznesingiz doimiy pul tanqisligiga uchrab kelyaptimi? Ehtimol muammo sotuvda emasdir. Balki pullaringiz qayerdadir muzlab qolgandir va uni qidirish kerakdir. Men tadbirkorlar bilan har doim gaplashganimda bitta savol beraman. Hozir pullaringiz qayerda? Ko'pchilik o'sha shotlarda deydi, salmdorog'i оборотda deydi, kimlardir tovarlarda yotibdi deb javob beradi. Lekin biznesni chuqurroq raqamlar orqali tahlil qilganimizda deyarli har doim pullar o'sha biznes ichida оборотga qaytmay muzlab qolgan bo'ladi. Keling, biznesda eng ko'p pul muzlab qoladigan 5 ta joyini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eng ko'p muzlab yotadigan joy bu ombor. Siz tovar sotib olasiz, omborga qo'yasiz va u o'sha yerda oylab yotishi mumkin. Bu vaqt ichida pul ishlamaydi, foyda keltirmaydi, оборотga qaytmaydi. Skladda turgan har bir ortiqcha kun bu sizni yo'qotgan imkoniyatingiz va pullaringiz. Nima qilish kerak degan savol paydo bo'ladi. Birinchisi, tovar оборотini tezligini hisoblash kerak. Chunki qaysi tovar pulni tez qaytaryapti va qaysi biri ushlab turibdi, shundagina ko'rinadi. Keyin ABS tahlili qilib chiqish kerak. Sababi hamma tovar bir xil foyda keltirmaydi. Asosiy pulni olib kelayotgan 20% tovarni aniqlab olish kerak. Sotilmayotgan pozitsiyalarni ertaroq aniqlab, o'sha aksiya yoki chegirmalar bilan chiqarish kerak. Chunki arzonroq sotish pulni umuman qaytarmaslikdan yaxshiroq hisoblanadi. Ko'p hollarda omborni tozalashi o'zi biznesga katta hajmda muzlab qolgan pullarni qaytarib beradi. Ikkinchisi, debitorlik qarzdorlik. Siz tovarni sotdingiz, hisobotlarda sotuvlar bor, hatto foyda ham ko'rinyapti, lekin real pullar yo'q. Chunki mijoz to'lovini 30-45 kundan keyin bajaradi. Yaxshi ssenariyda. Bu nima degani? Siz o'z biznesingiz hisobidan mijozlarga kredit beryapsiz degani. Nima yordam beradi? Qisman oldindan to'lov joriy qilish. Chunki bu pul aylanishini tezlashtiradi va riskni kamaytiradi. Keyingisi, nasiya muddatini ham qisqartirish. Sababi har bir qo'shimcha kun bu sizni pullaringizni begona qo'lda turgani degani. Debitorkani muntazam ravishda nazorat qilib borish. Bu ham yordam beradi. Chunki nazorat bo'lmagan joyda kechikish odatga aylanishni boshlaydi. Ko'p hollarda to'lov muddatini atiga 7-10 kunga qisqartirishni o'zi оборотda katta pullarni bo'shatib berishni boshlaydi. Uchinchisi, nelikvid tovarlar. Skladda sekin sotiladigan, eskirgan, bozorda talabi qolmagan tovarlar yotadi. Lekin ular joy egallab, eng muhimi pulni ushlab turadi. Bu pulni ishlatmasdan uni yopiq seyfda saqlagan bilan bir xilga o'xshab ko'rinadi. Nima qilish kerak? Nelikvidni ertaroq aniqlashni boshlash kerak. Sababi qancha erta tushunsangiz, shuncha kam yo'qotishni boshlaysiz. Yana bir yechimi chegirma bilan bo'lsa ham sotish. Chunki pulni оборотga qaytarish ba'zida foydadan ham muhimroq holatlar bo'ladi. Har doim emas albatta. Zakuplarni ham tahlil bilan qarab chiqish. Chunki noto'g'ri xarid kelajakda muzlab qolgan pul demak. Eng katta xato bo'lsa, keyin sotiladi deb pullarni yillab ushlab turish. To'rtinchisi, ayniqsa ishlab chiqarish bizneslarida ko'p uchraydi. Bu katta muammo ham desa bo'ladi. Xom ashyoga pul sarflanadi, ishlab chiqarish boshlanadi, lekin mahsulot hali sotilmagan bo'ladi. Ya'ni pul chiqib ketdi, lekin hali qaytib kelmadi. Agar ishlab chiqarish sikli uzun bo'lsa, juda katta mablag'lar o'sha protsesslarning ichida osilib qoladi. Bu holatlarda ishlab chiqarishni rejalashtirish yordam beradi. Sababi tartibsizlik ortiqcha vaqt va ortiqcha xarajat degani. Yana bir yechim partiya hajmini optimallashtirish. Sababi katta partiya ko'proq pul bir vaqtda qotishi bilan teng degani.
Siklni qisqartirish yana bitta yechim. Uni ustida ham ishlash kerak. Chunki tez ishlab chiqarish tez pul degan. Maqsad pulni iloji boricha tezroq tayyor mahsulotga va keyin yana o'sha sotuvlar orqali pulga aylantirish. 5-inchisi to'lovlardagi tartibsizlik. Bu eng ko'p sezilmaydigan lekin qimmatga tushadigan muammolardan biri. Pul hisobga tushadi va darrov turli xarajatlarga chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib tovar olinadi, reklamaga ajratasiz, kommunalka va keyin o'zingizga ham ishlatishni boshlaysiz. Va boshqa har xil to'lovlar chiqib keladi. Lekin yaqin kunlardagi majburiyatlar hisobga olinmaydi. Bir necha kundan keyin bo'lsa, oylik berish kerak, soliq to'lash kerak, ijara yaqinlashyapti, biznes kassaviy razrivga tushishni boshlaydi. Nima yordam beradi? Birinchi bo'lib, har doim to'lov kalendarini yuritish yordam bergan. Chunki u kelajagini oldindan ko'rsatishni boshlaydi. Pul oqimini rejalashtirishni boshlaysiz. Sababi biznes hozir bilan emas, oqim bilan yashashni boshlaydi. Qarorlarni prognozga qarab qabul qilishni boshlaysiz. Chunki bu ham kassaviy uzilishlarni oldini oladi. Bu oddiy instrument, lekin u biznesni bankrotlikdan saqlab qolishi mumkin. Ko'p tadbirkorlar videoni boshida aytgandek, yana ko'proq sotsam muammo hal bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin amalda ko'p hollarda muammo sotuvda emasligini hozir sanab berdik. Muammo pullarni sekin aylanishida. Pul qanchalik tez biznes ichida aylansa, shunchalik u tez o'sishni boshlaydi. Agar siz pullaringizni aniq qayerdaligini bilmayotgan bo'lsangiz, nimaga doim pul yetishmasligini tushunmayotgan bo'lsangiz, biznesingizni raqamlar orqali boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, men 25 minutlik bepul video tayyorlaganman. Va u videoda biznesda moliyaviy hisobotni, hisob-kitobni qanday to'g'ri boshlashi va yuritishi, 3 ta asosiy hisobotlarni qanday joriy qilishi va pul oqimini qanday nazorat qilish haqida juda oddiy va tushunarli qilib ko'rsatib berganman. Bu videoga havolani pastdagi описаниеda qoldirib ketaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib keting va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang.